Bahor qaytmaydi. Muallif O'tkir Hoshimov. Alimardon ichki bir g'ijinish bilan qo'l siltadi. Pulingiz kerakmas. Boraman. To'y tarqay deb turgan edi. Birdan shamol ko'tarildi-yu, zum o'tmay bo'ronga aylandi. Shamol shiddat bilan quyunday yopirilar, hovlidagi olchalarning shoxlarini qarsillatib, ayqash-uyqash qilar. Uzun stol ustidagi dasturxonlarni shartta ko'tarib, taqsimchalarni chil-chil qilib yuborardi. Odamlar chuvillab qolishdi. Kuyov-kelin o'tirgan joydagi palak uzilib tushdi. To'yda yelib yugurib xizmat qilayotganlar shosha-pisha kelinni uyga olib ketishdi. O'rtadagi minginchi lampochka lopillab turdi-da, birdaniga qarsillab yorilib ketdi. Tog' tabiati quturib, bir zumda hamma yoqni ostin-ustun qilib tashladi. Alimardon o'ziga ajratilgan burchakdagi so'ridan sakrab tushdi. Allakim ichkaridan 10-chi chiroq ko'tarib chiqdi. Ammo shu ondayoq bo'ron chiroqning shishasini uchirib, parchinlab tashladi. Alimardon xavotirlanib osmonga qarab qo'ydi. Xuddi shu payt ilonday chaqmoq yaraqladi-yu, etagi cho'qqilarga osilib yotgan vahimali, qop-qora bulutlarning qirrasi aniq ko'rinib ketdi. Ketidan yer-u ko'kni lahzaga solib momaqaldiroq gumburladi. Alimardon o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan odamlar orasidan o'tib tor ko'chaga chiqdi. Nariroqda soyaday qorayib turgan mashinasining oldiga bordi. Shoshilmasdan eshikni ochdi. Alimardon hech qayerga bugunchalik hissiz, sovuq qo'shiq aytmagan edi. Bu safar u bir qultum ham ichmadi. Raisning pulini olmadi ham. Har gal o'rtaga tushganda ko'zlari bilan muqaddamni izlar, qayerdadir shu atrofda odamlar orasida turibdi deb ishonar. Xotin xalaj orasidan chopishib yurgan bolalar ichida o'zining Shavkati ham borligini o'ylar, qo'shiq aytardi-yu, nima deyotganini o'zi bilmasdi. Alimardon ashula aytar ekan, qaysidir bir burchakda o'sha Kabir ham o'ziga iljayib tikilib turganini ko'z o'ngiga keltirib g'ijinardi. Kim bilsin, balki o'sha raqibi ham uning peshonasiga pul qistirib sadaqa bergandir. Alimardon kerakmas deb harchand qaytarmasin, serzavq tog' xalqi uni pulga ko'mib tashladi. U bo'ron boshlangandan xursand edi. Eshikni qarsillatib yopdi-da, mashina chirog'ini yoqdi. Chiroq nurlari zulmatni tilkalab tashladi. Tor ko'chada chekka-chekkada to'dalashib qolgan odamlar, u yoqdan bu yoqqa besaramjon yugurgan xizmatchilar beixtiyor mashina tomonga burilib qarashdi. Alimardon endi motorni yurgizgan edi, allakim o'ng tomondagi eshikni tortdi. Ocholmadi shekilli, eshik darchasidan mo'raladi. "Ha?" dedi Alimardon qayrilib qaramay. Keyin yelkasiga beqasam chopon tashlab olgan raisni tanidi-yu, yumshoqroq qilib so'radi. "Nima deysiz? Ketyapsizmi?" dedi rais, shamolning o'kirgan ovozini bosish uchun baqirib. "Yo'q, u hech qayoqqa ketmaydi. Bu yerga to'y uchun kelgan emas." Alimardon muqaddamning uyini nima deb so'rashni bilmay ikkilanib qoldi. "Vaqt bo'ldi endi", dedi ataylab ishonch bilan. "Shu topda-ya", dedi rais yana shang'illab. U tag'in bir nima dedi-yu, momaqaldiroq ovozini bosib ketdi. Gulduros to'xtaganidan keyin boshini yana ham ichkariroq kiritib qichqirdi. "Qoling, yo'l yomon, hozir Shodivoy uyiga olib ketadi." Alimardon indamadi. U o'tirgan yerida hayajonidan titrar, o'g'lini ko'rishini o'ylagan sayin battar entikib ketardi. Yo'lga chiqqandayoq yuragi sog'inch bir tuyg'u, Shavkatni ko'rish tuyg'usi bilan limmo-lim to'lib tipirchilab ketgan edi. Endi esa bu tuyg'u qudrati bir talabga aylangan.
alimardon bu talab qarshisida hamma narsadan voz kechishga tayyor edi. Kim bilsin, balki bir yo'la olib ketar. Nima, haqqi yo'qmi? Olib ketadi. Erta bilan tushib ketasiz. Rais nari ketib, zum o'tmay 2 kishi bo'lib qaytib kelishdi. Shodivoynikida qolasiz, dedi yana qichqirib. Alimardon o'tirgan yerida egilib o'ng eshikni ochdi. Shodivoy o'rindiqqa og'ir cho'kdi. Bu o'sha Alimardonni to'yga aytish uchun restoranga qidirib borgan yigit edi. Boya Alimardon ashula aytayotganda Shodivoy uning ketidan choy ko'tarib yurgan edi. Jonivorning quturishini qarang-a, mehmon. Shodivoy qora kostyumining yelkasini oppoq qilib yuborgan changni qoqdi. Qani, yurdik. Alimardon qorong'uda unga jirkanib qarab qo'ydi. Changini mashina ichida orqalab kirdingmi? Nima qilsa ham qishloqida. Muqaddamning eri ham shunga o'xshagan mo'l-sifat bo'lsa kerak. O'zining xayolidan o'zi g'ijinib ketdi. Bordi-yu, muqaddam eshikdan haydab yuborsachi? Shu payt qancha vaqtdan beri yuragida tugilib yotgan alami qaytadan yangilanib ketdi-yu, nafrat bilan pichirladi. Nima? O'z bolamni ko'rishga haqqim yo'qmi? Alimardon mashinani sekin jildirdi-da, qishloqning pastek tosh devorlari orasidagi o'nqir-cho'nqir yo'llardan avaylab yurib ketdi. Bahaybat qoyalar orasida ko'milib qolgan jajji qishloq tabiat qudratidan vahimaga tushganday pusib qolgan. Kichik-kichik derazalarda chiroq ko'rinmas, go'yo hamma allaqanday yengilmas dahshat oldida titrayotganday edi. Yana chaqmoq chaqdi. G'amgin qovoq uyib turgan baland-baland qoyalar yarq etib yorishdi. Yana zulmat cho'kdi. Ketidan momaqaldiroq gumburladi. Tog'larning zaharxanda qahqahasi uzoq aks-sado berib turdi. Keyin gumbur-gumburlar bir-biriga ulanib ketdi. Endi gulduros bir nafas ham tinmay qoyalar cho'qqidan so'ron solib qishloq ustiga ag'darilib tushayotgandek edi. Tog'da momaqaldiroq vahimali bo'larkan, dedi Alimardon g'amgin xayollardan qutulish uchun ataylab baland ovoz bilan. Sekinroq aytasizmi, mehmon? Shodivoy suyanchiqqa yelkasini tashladi. Bir kuni deng. Polvontepada traktor haydayotgan edim. Shunaqa ayni bahor. Rais har kuni koyiydi. Ish cho'zilib ketayotgandan xafa. Erta bilan oyog'im tortmasa ham otni egarlab dovonga chiqib ketdim. Vaqt peshindan olganda deng, bir sel kelsa bo'ladimi? Tog' tepasida yolg'iz o'zing bo'lsang hamma yoq vahima bo'lib ketarkan. Jironni choptirib tushib ketaveray desam, yo'lda bir kor hol bo'lib qoladimi deb qo'rqaman. Turaveraymi desam, yana qo'rqaman. Xullas, yaratganga ming bor sig'indim-da. Shodivoy o'sha kundagi ahvolni esladi shekilli kulib qo'ydi. Mashina peshonasidagi oynaga chirsillab yomg'ir tomchilari urildi. Yana 100 qadamcha yo'l bosganlaridan keyin sharros jalaga aylanib ketdi. Tomdan oqib tushayotgan suv oynani butunlay to'sib qo'ygan. Yo'l yaxshi ko'rinmas. G'ildiraklar tagidan suv shovullab oqardi. Alimardon boyadan beri xayolini chuvalashtirib yuborgan fikrlardan bir qarorga keldi-yu, tormozni bosdi. Shodivoyga qarab qo'ydi-da, iloji boricha xotirjam gapirishga urinib so'radi. Kabirning uyi qayerda? U ovozining titray boshlaganidan g'ijinib, bir lahza jim qoldi. Yanayam xotirjamroq gapirdi. Agronom Kabir. O'rmonchini aytasizmi? Alimardon qorong'ida Shodivoyning hayrat bilan tikilib turgan ko'zlarini aniq ko'rdi. Nimaga edi? Alimardon teskari qarab oldi. Ko'rmoqchi edim, dedi bo'g'ilib.
eski tanishmiz. Shodivoy yana o'sha beg'araz ohangda shang'illadi. Qo'ysangizchi mehmon, bugun biznikida qo'noq bo'lasiz, Alimardon qat'iyat bilan ta'kidladi. Yo'q, Kabirnikiga tushaman. Mashina suv shovullab oqayotgan toshloq ko'chadan yana avaylab yurib ketdi. Alimardon yo'ldan ko'z uzmay borar, ammo hech nimani ko'rmas. Hayajondan tomog'i qaqrab yutinolmas. Rul chambaragidan ushlagan qo'llari qaltirar, hozir qandaydir noxush, mudhish bir voqea ro'y berishini sezib yuragi titrardi. Devori oqlangan do'kon oldidan o'tganlaridan keyin Shodivoy Alimardonning qo'liga sekin turtdi. Keldik. Alimardon qanday qilib motorni o'chirganini, qachon yerga tushganini bilmadi. Kostyumining yoqasidan muzday suv oqib tushdi. Badanini seskantirib yuborgandan keyingina o'ziga keldi. Mashina turaveradi, dedi Shodivoy baqirib. Qani marhamat. Yana bir chaqmoq chaqdi-yu, tor ko'cha yorishib ketdi. Xizrni yo'qlasangiz bo'larkan mehmon, dedi Shodivoy, momaqaldiroq ovozini bosish uchun hayqirib. Ana, Kabirning o'zi. Alimardon seskanib boshini ko'tardi-da, qarshi tomonda oq ot yetaklab kelayotgan kishini g'ira-shira ko'rdi. Birdaniga uning hamma narsaga qo'l siltagisi, mashinasiga o'tirib shartta orqaga qaytib ketgisi keldi. Ammo Shodivoy allaqachon otliqning oldiga borib olgan, qo'shqo'llab so'rashar edi. Alimardon uning oxirgi gaplarini eshitib qoldi. Mehmon olib keldim, Toshkentdan. Alimardon yuragini kemirayotgan azobli g'ashlikni yengib, gandiraklagancha yurib ketdi. U o'zining raqibini ko'rib qo'ygisi kelar, uning nimasi o'zidan ortiqroq ekanini, muqaddam bu odamning nimasiga uchganini bilib olishga urinardi. Ular pastak eshik peshtoqida osilib turgan xira chiroq tagida to'qnashib ketishdi. Alimardon o'ziga uzatilgan kattakon chayir qo'lni beixtiyor qisarkan, uning aftiga qarab qo'yar. Tor peshana, qop-qora qotma yuzli kishi unga sinchkov ko'zlari bilan tikilib turar. Do'ppisi tagidan chiqib turgan sochlari g'ira-shira yorug'likda qizarib ko'rinayotgan yuzi, ingichka mo'ylovi jiqqa suv bo'lib ketgandi. Kabir egniga brezent yomg'irpo'sh, oyog'iga kattakon etik kiyib olgan, bir qo'li bilan Alimardonning kaftini qisar, bir qo'llab otning jilovini ushlab turardi. Uning etigidanmi, yomg'irpo'shidanmi anqib turgan chuchmal baliq moyi isi dimog'iga urildi-yu, Alimardon burnini jiyirdi. To'pori qishloq-ku. U g'ijinib yuzini burdi. Hali shu hayvon mening o'g'limga ota bo'lib yuribdimi? Alimardon ixtisoli jilmayib qo'ydi-da, qo'lini tortib oldi. Kabir hamon undan ko'z uzmay turar, chamasi qayerda ko'rganini eslay olmasdi. Ot begona odamni sezdi shekilli, chiroq nurida yaltirab turgan katta-katta ko'zlarini olaytirib, boshini siltagancha pishqirib yubordi. Tek. Kabir ingichka, keskin ovoz bilan hayqirib jilovni tortdi. Qani mehmon, marhamat, dedi tog'liklarga xos tavoze bilan. Alimardon u jilmayganda ingichka mo'ylovi ostidagi oppoq tishlari yaraqlab ketganini ko'rdi. To'yga bormadingiz-ku, dedi boyadan beri ularni jimgina kuzatib turgan Shodivoy. Kabir jilovni mahkam ushlagancha unga burilib qaradi. Oynatoqqa chiqqandim. Keyin u Alimardonga qaradi-da, tag'in qaytardi. Marhamat, bo'lmasa men to'yxonaga qaytaveraymi? Alimardon Shodivoy o'zidan ruxsat so'rayotganini anchadan keyin tushundi. Boravering, dedi qayrilib qaramay. Ular pastak eshikdan egilib hovliga kirishdi. Tag'in chaqmoq chaqdi. Hovlidagi 5-6 tub olmalarning yomg'irdan qizargan shoxlari, etakdagi qorong'u otxona bir zum
yorishib ketdi.